Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men navbatdagi guruh ziyoratchi hoji ota hojonalarimizni inshaalloh safarga kuzatish jarayonidamiz. Xudo xolasa mana ustozimiz birgalikda gruppamizni Toshkent xalqaro aeroportidan inshaalloh Makka mukarramaga, ya'ni Jidda shahriga inshaalloh borish jarayonidamiz. Xudo xolasa ikki ovoz qani ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajmain. Alloh subhanahu va taologa behisob hamd sanolar bo'lsin. Mana Alloh sizni bizlarga nasib etgan ekan, mana umra safarini Hikmat Travel boshchiligida mana umra safariga chiqyapmiz inshaalloh. 14 kun davomida Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sunnatlari bo'lgan umra amallarini bajarib, bu joylarda inshaalloh payg'ambarimiz qabrlarini ziyorat qilamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yurgan joylarda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan joylarda ziyorat qilib inshaalloh ana shu imkon qadar ana shu joylarda ziyoratlarni qilib, ibodatlarni qilib kelishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Salomat bo'linglar. Safarlaring bexavf bo'lsin, duoda bo'linglar. Rahmat hammalaringga. Sog' bo'linglar. Xo'p.